Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Jahongir Usmonov. Do'stlar, ko'pchilik muxlislarni va ko'pchilik obunachilarimizni talabi va iltimosiga binoan ushbu videoni syomka qilishga qaror qildim. Va ushbu video juda ham bir ahamiyatli o'zini tarafi bo'ladi albatta. Sizga bundan qisqacha aytib o'tmoqchiman. Video va video montaj qilish, video syomka uni obunachilarga qanaqa qilib yetkazib berish, o'shaning evaziga ko'pchilikka video montaj qilish kerak bo'ladi va ko'pchilik juda ham ko'p mendan so'rashgan, qaysi programmadan misol uchun foydalansak bo'ladi video montajda yoki qanaqa montaj qilsak bo'ladi, bepullari qanaqa, pullisi qanaqa yoki umuman montaj qilishni sir-asrori qanaqa bo'ladi, ahamiyati qanaqa. Endi bloger bo'lmoqchi bo'lsangiz agarda albatta mutlaqo video montajdan xabaringiz bo'lishi kerak. Agarda siz kuchli bloger bo'laman desangiz, ko'proq natijaga erishaman, kattaroq natijaga erishaman desangiz, unda siz professional darajada video montaj ustasi bo'lsangiz, siz tez va oson ko'tarilasiz. Sababi nima uchun? Ikkita bir xil videoni oling va bittasini montaj qilmasdan YouTube ga yuklang va bittasini chiroyli, chotki montaj qilgan holda YouTube ga yuklab ko'rsangiz, ikkalasining ahamiyatini, qaysi biri ko'proq prosmotr oladi, qaysi biri kamroq prosmotr oladi, ikkoni orasidagi farqlar qanaqa bo'ladi, o'shalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ushbu ekraningizda ko'rib turgan Olim akani kanali, Olim Abdanov deydi, ko'pchilik tanisa ham kerak, juda ham mashhur montajchi akamiz hisoblanadi. Video montaj programmalaridan foydalanish, o'sha sir-asrorlarni o'rgatuvchi akamiz hisoblanadi. Kanallari mana ko'rib turganingizdek, mana shu kanallar hisoblanadi va yaqinda ushbu o'zini kasbini boshqalarga ham o'rgatishni boshladi. Va men ham bu narsadan foydalanishni xohladim. Ya'ni o'zim ushbu obunachilarimga va ushbu narsani iltimos qilib so'rayotgan insonlar uchun juda ham bir katta imkoniyat sifatida buni sizlarga mutlaqo ko'rsatishim kerak deb o'yladim. Olim aka bilan aloqaga chiqdim va gaplashib ko'rdim. Qanaqa kurslar, qanaqa narxi qanaqa bo'layapti? Agarda men obunachilarimga bu narsani tavsiya qilsam, ertaga bir kun qanaqa qabul qilishar ekan obunachilarim degan holda ko'rdim, juda ham arzon, narxlar juda ham chiroyli va sizga o'rgatadigan narsa to'g'risi siz beradigan pulingizga 10 marta arziydi kerak bo'lsa, pulingiz cho'ntagingizda qoladi deyishadi, xuddi shunaqa desa ham bo'ladi. Sababi o'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Agar siz YouTube bilan ozgina bo'lsa ham aloqador joyingiz bo'ladigan bo'lsa yoki umuman boshqa bir montaj, video montajga aloqasi bo'lgan bir soha vakili, soha ijodkori bo'lsangiz ham mutlaqo bir kirib tanishib ko'ring. Narxlar va sizga o'rgatiladigan ushbu darsliklar juda ham chiroyli, keng va batafsil holda tushuntirilgan. Shaxsan o'zim hozirda ushbu o'qishni boshladim, ushbu kursni oldim va o'qishni boshladim. Juda ham mamnunman, juda ham men o'zim shaxsan montajni ancha-muncha bilardim deb o'ylardim, lekin ushbu darslik olganimdan keyin to'g'risi hali men bilishim kerak bo'lgan juda ham ko'p narsalar borligini tushunib yetdim. Va sizga ham tavsiya qilish maqsadida ushbu ham men uchun bir video bo'lsin, hamda obunachilarim uchun bir foydali narsa bo'lsin degan holda shu videoni tayyorlashga harakat qildim. Olim akaning kanali mana shu hisoblanadi. Men sizga videoni opisaniyasi hamda videoni kommentariya qismida manzil qoldirib ketaman. Ya'ni Olim akaning o'sha Telegram manzillari hisoblanadi. Ushbu manzilga borgan holda siz ushbu darslikning narxi va ushbu darslikda olishingiz kerak bo'lgan bilimlar, qanaqa bilimlar, ushbu hammasini batafsil ma'lumotini ko'rishingiz mumkin. Agarda kimda kim tanimaydiganlar bor bo'lsa, Olim Abdanovni tanimaydiganlar bor bo'lsa orangizda, hozir men gapimni tugatgach o'zini videolarini qo'yib ko'rsatib o'tib ketaman. Shundoq bir ko'rsangiz, qanaqa foydasi bormi, o'zi kim ekan bu odam, hammasini tushunib yetishingiz mumkin. O'z navbatida Olim akamiz oddiy inson emas va men bilan aloqaga chiqqan vaqtim gaplashgani uchun ham bu yerdan turib agarda ko'rayotgan bo'lsalar kattakon rahmat deb qolaman o'zlariga ham. Show biznes olamidagi katta odamlar bilan ham birga ijod qilgan odamlar hisoblanadi. Nima deydi, san'atkorlarni video o'sha kliplarini montaj qilib bergan akamiz hisoblanadi. Aytishadi-ku o'sha vaqt pul degani deb, xuddi shunday ushbu blogerlar bu narsani juda ham yaxshi bilishadi bu temani. Agarda vaqtdan va puldan yutmoqchi bo'lsangiz, mutlaqo mana tavsiya qilaman, пожалуйста, ko'rib bemalol o'rganishingiz mumkin. Qolaversa, eng asosiysi
arzimagan pulga sizga juda ham katta bir o'zini tajribasini sotgan hisoblanadi olim akamiz. Xo'p, yana bir bor hammangizga rahmat deb qolaman. Marhamat shu videoni oxirigacha ko'ring va mutlaqo juda ham arzon deb o'ylayman. Kirib Telegram manzillaridan qarab ko'ring, tanishib chiqing ushbu dars bilan, bilim olishingiz kerak bo'lgan narsalar bilan. Siz agarda bir bloger bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki montajyor ishiga oid bir ijodkor bo'ladigan bo'lsangiz, mutlaqo sizga kerakli narsa. Men bo'ldi montajni bilaman deydigan bo'lsangiz ham bir qarab ko'ring, mutlaqo siz bilmagan nimadir bu yerda bor. Sababi 15 yildan ko'p ijod qilgan bir odamning bilimi siznikidan ko'p bo'lishi bu menimcha aniq deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Olim Abdanov o'zimiz shogirdlarimdan bittasi. Jizzaxda Olim Abdanov. Olim Abdanov bizning o'quvchimiz. Olim 2003-yildan beri video montaj qiladi. Videolarni montaj qilib, menga video qilib berganlar. 17 yillik professional staji bor. Qolaversa, televizion texnologiyalarining yetuk mutaxassisi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, DDdan ham ko'ra chiroyli qilib yetkazib bergan. Olim Abdanov. Varvara Petrovnak tashidi, Liboy montaj. Montaj jarayonidamiz. Montaj jarayonida ajoyib men uchun qadrli bo'lgan necha yillik ukam, ajoyib professional montajyor, mana Olimjon Abdanov. Olimjon Abdanov yurak berib montaj qilmoqda. Gap faqat Adobe Premiere'da emas do'stlar. Bu Adobe Premiere'da ishlashni o'rganib olish mumkin 3-4 kunda, lekin undan tashqari mana bunaqa ichki qonun qoidalari bor. Agar Adobe Premiere'da yaxshi bilganingiz bilan bu qoidalarni bilmasangiz, to'g'risi bir tiyin bo'ladi. Rasm mana shu bilimga tikdingizmi, mana shu hunar o'rganaman deb pul tikdingizmi, demak siz aqlli insonsiz. Chunki bilimga tikilgan narsa katta narsa. Bu yerda qonun qoida ishlatilmagan, ya'ni ovqatga me'yordagi moy, me'yordagi mahsulot solinmagan. Lekin bundan oldingi sizlarga qo'yib bergan klipda hammasi joyida. Odam bir ko'rsa ko'rgisi keladigandek. O'sha montajimiz yaxshi chiqish uchun bu ham bir yaxshigina bir sir hisoblanadi. Qancha blogerlar shu video montajlar orqali qanaqa katta pullar topyapti do'stlar. Men o'zim ham qancha pullar topganman shu orqasidan. Shuning uchun bu soha ham biznes deb qarang. Siz hozir biznes o'rganyapsiz, tushunarli? Siz biznesni sir-sanoatni o'rganyapsiz. Har qanday kinoni ko'rasizmi, klipni ko'rasizmi, rolikni ko'rasizmi, mana hozirgi men o'rgatib kelayotgan. Oddiy xalqimiz montajni tushunmasa ham shu bilyapti-ku, bu yaxshi emas bu klip deyapti. Tushunasizmi? Ya'ni siz agar shu qonun qoidaga amal qilsangiz, shu xalqimiz siz bilan biz yaxshi ovqat qilishni bilmasmiz, lekin ovqat ta'mini bilamiz. Ya'ni har qanday odam siz qilgan videoni ko'rganda, siz qilgan video montajni ko'rganda albatta ta'mini biladi. Shuning uchun do'stlar, o'sha yaxshi chiqish uchun hozir sizlarga bitta sekretni o'rgatamiz. Bu videoni ko'rayotgan odam yaxshi musiqa eshitish kerak, yaxshi kadrlarni ko'rish kerak, yaxshi manzarani ko'rish kerak, yaxshi tayyor biznes sirlarini o'rgatyapman sizga. Tayyor biznes. Men chiqargan shogirdlarim, juda ko'p chiqarganman shogirdlar. 3tasi вообще deyarli men bilan teng yuribdi hozir. Men bilan teng yuribdi ular 3tasi. Zo'r, hammasi o'zini tumanida, o'zini viloyatida kerak bo'lsa eng zo'rlari. Shuning uchun ham do'stlar, men eng zo'ri bo'ldi bu darslikni nomlaganman. Sizni hamma taniy boshlagandan keyin sizga ishlar kela boshlaydi. Akademiyada, Instagramda, YouTube'da ishingizni ko'rdik. 90% video montajyorlar shu narsani aql aytmaydi. Eng zo'r bo'lgan taqdirda ham do'stlar, muomalangiz bo'lmasa, pul topa olmaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli eng zo'r video montajni o'rganmoqchi bo'lgan hurmatli o'quvchilar, shogirdlar. Check the mic and make sure it sound right, boys. Do'stlar, bu kurs kimlar uchun? Bu kurs men sohaga qiziqqan, lekin video montajni qanday qilishni bilmayotganlar uchun. YouTube blogerlar uchun. Albatta bu kursimiz faqat kompyuterda qilinadi, chunki sizda yaxshigina kompyuter bo'lishi kerak. Eng kamida $500 kompyuter bo'lishi kerak. Eng kamida i5 kompyuteringiz bo'lishi kerak. i5, i7, i9 kompyuterlar bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha kompyuter olishga borgan paytingiz aytasiz, menga Adobe Premiere'da ishlash uchun deb aytasiz, agar siz endi kompyuter olmoqchi bo'lsangiz. Va albatta do'stlar, bu yaxshi kasb. Agar siz rabochilik qilib ishlab yurgan bo'lsangiz, lekin bu sohaga juda qattiq qiziqsangiz, o'sha arzimagan o'sha pulni orqasidan bir hunarli bo'lib qolishingiz mumkin va albatta sizga kompyuter kerak bo'ladi. Va yana bu kurs kimlar uchun deganga, bu kurs do'stlar nogiron ukalarimiz ham qo'l ishlasa bo'ldi do'stlar, uyida
sharoit qilib bemalol onlayn orqali butun dunyoga ishlasa bo'ladi. Chunki bu soha do'stlar kundan kunga rivojlanib ketmoqda. Chunki bizda blogerlar, video montajyorlar izlab yuribdi. Chunki juda muammo. Chunki video montajyorlar bor, lekin juda ko'p sifatsiz. Bilamiz, O'zbekistonda barcha viloyatlarida to'ylar juda ko'p. O'shanga to'ylar albatta video montajga berishadi studiyalar va juda ko'p deyarli butun O'zbekiston video studiyalari video montajyorlar izlab yurishadi. Agar siz mana shu ishlarni o'rganib olib, mana shu kursimizda ishlar o'rganib olib, ulardan ish olib ishlasangiz bo'ladi bemalol do'stlar. Yana bu kurs kimlar uchun? Bu kurs SMM degan bir yangi yo'nalish chiqqan. SMM roliklar qilib berish bo'yicha ishga o'tsangiz bo'ladi va albatta menimcha oyiga SMMda ishlasangiz sizga 3-4 million bersa kerak oyiga. Juda katta qiziqishingiz bor. Menga juda ko'plar murojaat qilishadi, hattoki yosh bolachalar ham, 13 yoshlar, 14 yoshli bolachalar ham. Ular oilaviy bloger bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun ularga albatta bloger bo'lish uchun albatta bu video montaj yaxshi bilmasangiz qiyin bo'ladi do'stlar. Shuning uchun albatta bu sizlar uchun. Bu kursimiz yana kimlar uchun? Bu kursimiz bir og'ir mehnatga bir yaroqsiz bo'lsa yoki qanday sog'liq tarafdan ozgina bir og'ir yuklar ko'tara olmasa, albatta bu sohani o'rganishdan oldin bu sohani siz albatta yaxshi ko'rishingiz kerak. Agar siz bu sohani yaxshi ko'rsangiz, bu soha sizga yoqsagina bu darsliklarni o'rganishingizni maslahat beraman. Chunki nimaga? O'zingiz xohlamagan kiyimni kiyishni xohlamaysiz, o'zingiz yoqtirmagan ovqatni yeyishni xohlamaysiz, o'zingiz yoqtirmagan telefonni ishlatishni xohlamaysiz. Shuning uchun albatta sizga bu soha yoqsa, bu soha sizga yoqsa, albatta buni siz juda tezlik bilan o'rganib olishingiz mumkin. Albatta do'stlar, bu darslikda men sizlarga aytaman, O'zbekiston bo'yicha hali hech kim bunaqa video kurs chiqarmagan. Chunki nimaga? Chunki video montajda 5 ta qonun qoidasi bor. U sekretlarni hech kim menimcha darslik qilib chiqarmasa kerak. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bu darsligimizda nimalar o'rgatiladi? Albatta, Adobe Premiere'ni qanday uстановка qilish, qanday qilib ichki nastroykalarni qilish va ichki funksiyalar va hammasi bilan tanishtiramiz va qanday qilib Adobe Premiere'ga video yuklash va qanaqa qilib video montaj qilish qonun qoidalari ishlatiladi. Ya'ni, birinchi o'rinda oltin qoidalardan bittasi kadr ketma-ketligi, 100 yillik qonun qoida va ikkinchisi tempga qarab ishlash va bunda musiqalar tanlash va musiqaga qarab ishlash va rang berish. 6 ta amaliy dars bo'ladi. Ya'ni siz o'sha aynan 6 ta amaliy dars ichida siz albatta va eng juda ko'p narsani o'rganib olasiz. Chunki men realni o'zim qilib ko'rsataman. O'sha montajlarni o'zim ko'rsatganman. Qanday qilinadi, nima qilib har bitta qanaqa musiqa tanlanadi, qanaqa qilib qo'yish kerak, qanaqa qilqish kerak, har bittasini aytib o'tganman. Va undan tashqari eng oxirida do'stlar, ana video montajyor yaxshi pul topish uchun qanday nimalarga e'tibor berish kerak, o'z maslahatlarimni berib o'tganman. Sotib olganingizdan keyin sizga nimalar kerak bo'ladi? Do'stlar, sizga albatta internet kerak bo'ladi. Internet yaxshi skors internet kerak bo'ladi va sizga yaxshi kompyuter kerak bo'ladi. Endi sizda to'g'ri, bizga o'sha $1,500 kompyuteringiz yo'qdir, lekin sizga eng kamida $500 kompyuter kerak bo'ladi va yaxshigina vaqt kerak bo'ladi. Va siz bu kursimizni xudo xolasa 1 oy mobaynida o'rganib olishingiz kerak. Chunki hammasini bir kunda o'tib tashlay olmaysiz. Har kuni bitta darslikni ko'rishni maslahat beraman. Chunki men ham darslik sotib olgan paytim biznes kursda 3 oy o'qiganman. 3 oy har kuni 1 soatdan o'qiganman. Ishingizda xalal bermagan holatda har kuni bu kurslar uchun 1 soat vaqt ajratishingizni so'raymiz. 17 yillik tajribamiz asosida sizlarga video kurs tayyorladik va eng zo'r video montajyor bo'lish sirlari degan. Bu kursda sizlarga barcha sirlarni aytib o'taman. Xudo xolasa sizlarga bu kurslar sizlar hayotlaringizni o'zgartirib yuboradi. Xudo xolasa katta pullar topasizlar va albatta hunarli bo'lasizlar va bu hunar orqali o'zingizni, oilangizga bir katta naf keltirasiz degan umiddamiz do'stlar. Check the mic and make sure it sound right, boys. Do'stlar, siz tayyormisiz? Unda